Baş İkinci baş Otra İkinci otra Ayak İkinci ayak Ulanma Yalğız Sığız kempit yemeymen, yesem atmaya koymayman. Deniz var, dolqun var, şehri var, şavqum var. Qoş eriqtin atladı, meşk eyiq, çöküp ketdi deryaga, teşk qiyiq. Elip beni bilmeydim, ahır okup tügettim, bulup küçük muallim, balalağı ögettim. Eti eti işi eşi işi teşi işi ne ini teşini işi ne ini beşini Elip hakkında hikaye. Vah, neme degan güzel şehir bu. Şundaq. Oldumuzda kengri ketken yaylaq barken. Derya? Qarğına bu tarım deryası emasmi? Şundaqken, rastlı şu derya ekan. Mening bu daryoni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor edi. Bak yaxshi bo'ldi. Ehtiyot qil, oldimizda egiz taq cho'qqilari bor ekan. Bu qo'sh eriq qayaga tutishadigan-da? Meningcha Zarafshon daryosiga tutishishi mumkin. Qarğına bu kengirib ketgan etizlarga. Etiz bo'yidagi teraklar bu yurtni haqiqatan go'zal tusga kirgizibdi. Deniz, nima degan hayvatlik? İlyar, biz bakmi yuqorilab ketdik. Onun ustiga kash kirib ketdi. Qaytib ketaylik-chi. To'xtab tur, yana biroz ichkirilab kirib boqayli. Oldimizda bir qorong'ulik bor-ku. Kim o'tir? Bu yerda cho'qim bir hikmat bo'lsa kerak. Berib qarab boqaylik-chi. Hay, qarag'ana, avu ay ustida bir kichik parizod o'tirdi-ku. To'qildim, nima ishdi bu? Hay, uning bilan paranglashib boqaylik-chi. Qo'lingdagi hikmatli kitobni ularga bergin. Ular bu kitob bilan dilni yoritib, koinotning sirini ochsin. Bergin. Do'stlar, elinglar, bu dilinglarni yorituvchi nurli chiroq. U sizlarga cheksiz baxt olib keladi. Beringlar, buni tezdan boshqalarga yetkazinglar. Xayr xo'sh. Sizlarga omad tilayman, baldirim. Sizlarga baxtiyor bo'lsin.
Rahmat sizga Parizat, biz cho'qim umidingizni oqlaymiz. Xo'sh, Parizat,